Şadxo'ram bo'lishga tegishli Aqböjan yaqindan beri bir qator ko'ngilsizlikka yo'liqib, ansiz bo'lib qoldi. Bugun biz Böjanning g'ami degan fanni cho'chakni anglab, uning zoti qandoq ko'ngil og'riqi borligini anglab boqaylik, ha? Mening omon qo'zamsan, ko'taray qaday sen uchun. Mening dil aromimsan, masxush bo'lay sen uchun. Ana toshqan yirik qalpoqlarini tamshitib naqsha etqila turibdi. Bugun uning omon qizining tug'ilgan kuni ekan. Onaning nazarida Aqböjanning qizil ko'zi go'yo qizil yoqutdek go'zal, oppoq yepinchilari go'yo kristal va qosh tishidek pok ham go'zal ko'rinar ekan. Uning tug'ilgan kunini qutlash uchun ona toshqan mo'l tushli g'izza tayyorlabdi. Ammo uning bu omon qizi Böjangul to'ri xumori bo'lg'achqa onasining chaqirishiga pisand qilmay to'rdoshlar bilan mo'lishib o'tiraveribdi. Qizi Xiri Aqböjanning to'rnomi Böjanboy ekan. Uning to'rdoshlari yoki yaqin do'stlarining hammasi hayvonot dunyosidagi o'zini qaltis chaqlaydigan kichik qobillar ekan. Bilamsanki, biz qo'li jamoatidagilar cho'q amdi yaraydimaymiz. Dabdun Palakxol ko'ranglik bilan Böjanboyga ko'z-ko'z qilib. Voy, biz otlo jamoatidagilar cho'q amdi g'arga so'rmaymiz. Dabdun Duldulchan o'zini Palakxoldan xushal ko'rsatishga tirishib. Yana miyav mushuk chashqon tutmaydigan bo'ptimish, kap kuchuk ishik baxmasmish. To'rdoshlar bir-biridan vahshiy, bir-biridan nasri ustun bo'lib ketgan. Hammasi bas-basda to'rda o'zlarining baxtli turmushlarini sazoy qilishibdi. Qanday qilish kerak? Kala qo'sh so'rimisa, ot harva so'rimisa, it ishik baxmasa, mushuk chashqon tutmasa, hammasi ussiz qolmamdi. Aqböjanning ko'ngli g'ashlikka cho'mibdi. To'r oldida o'ltirib bir hazogacha nima deyishni bilolmabdi. Ko'mikka taxtsig'imi qo'li bormabdi. Ekranda sakrab chiqayotgan qurqur ko'zni qamashtiradigan so'zlarga qarta nima deb javob berishni bilolmabdi. Qo'zam, to'rda paranglashib sizga tayyor qilgan mazali taomlarga eg'iz degingchu, deb chaqiribdi ona toshqan sabrchanlik bilan. Ammo Aqböjanning to'rdan tushish xiyoli yo'q bo'lib, to'rda bir nimalarni istab o'tiraveribdi. Qo'zam, kimni istavyapsiz? Ana chaqchaq qilib so'rabdi. Uchrashingiz bormi qandaqa qizim? Yo'ldosh podshohni istavyapman. Yo'lvoz podshohni? Bolam, nim bo'ldi? Ajaba yo'lvoz podshohmi to'rxumarmi? deb so'rabdi ana hayron bo'lib. Yo'lvoz podshoh to'rda bo'lsa-chi, bizning paranglarimizga qo'shildi, opa. deb javob beribdi Böjangul ishonch bilan. Hayvonot dunyosida yo'lvoz podshohmi oddiy fuqarolar bilan paranglashib ekan. Uning to'rnomi ochiq turish bo'lib, uning to'rga chiqishi hayron qilarlik ish emas ekan. Shug'inisi bugun yo'lvoz podshoh komandirovkaga chiqib ketdi-mu, to'rda faqat paydo bo'lmabdi. Shunga Aqböjan chiqib qolar deb saqlayapti. Ammo yo'lvoz podshoh paydo bo'lmabdi. Oxirgi hisobda yanala ona to'shqan farosatlik yapti. U bolasining ko'ngligini bilgandan keyin uningga yo'lvoz podshohga ilxat qoldirishni, yo'lvoz podshoh to'rga chiqsa cho'qim ko'radiganligini, hamma ishlarning cho'qim osonla hal bo'ladiganligini aytibdi. Bir necha kundan keyin darvaqa yo'lvoz podshoh javob qaytaribdi. Böjangul aldirab tinab ilxatni ichib o'qishga boshlabdi. Böjanboy, vaqtida javob qaytara olmaganligimni kechirgin bo'ladi. To'rnimi vaqtida ko'mabdiman. Sen inkos qilgan masala amaliyotda hayron qolgudek ish emas. Otning g'arg'i so'rmasligi, kolining yaraydimasligi, mushukning chashqon tutmasligi va itning ishik boqmasligi qilchimi qo'rqinchli ish emas. Hayvonot dunyosining haqiqiy ansizlik soldig'ini jo'q, insonlarning kilolash ishlari bo'lib, ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan hujayralardan birdamda kilon bola, kilon qo'ylarni paydo qilishi ham uni uzluksiz ko'paytishidir. O'ylab boqqina, mushundaq ketaversa, hayvonot podshohligimiz Alloh bo'lib, urug' avlodlarimiz qurib tugmamdi. Koinot, hayvonot podshohligimizni qutqizib olg'aysan. Beo'chiq tirishdim. Aqböjan
oxirini o'qishga petinmabdi. Ko'zlari qizdirib ketibdi. Afsuslanarli shu bo'ptiki, uning onasi bulardan qilchi xabarsiz ekan. U ko'z oldidagi qurib ketay deb qolgan sozliqni cheksiz yoyloqdab biladi ekan. Shunga u yana loyiligi shodlik qo'shig'iga g'ingshiyveribdi. Mening omoq qo'zamsan, ko'tiray qaday sen uchun. Mening dil aromimsan, masxush bo'lay sen uchun. Sen mening orzuyimsan, tilayman sana baxt. Güzel nazının rənasən, toğraq yesini yaşığın balam. Umaqlarım, 1998-yılı 7-ci ayda Kilon qo'yto'li dunyoga keldi. Angliyalik Wilmot'un gruppasidagilar Shotlandiya qora qo'yining tenidan hujayra yadrosini, ondan 6 yoshlik Finlandiya dorsi sog'liqining tenidan hujayra yadrosini oldi. Keynidan 2 hujayrani biriktirib, yangi hujayra yetildirdi. Uni bo'lindirib, to'ranma qilib yetildirdi. Oxirida uni yana bir sog'liqning bo'lyotqisiga ko'chirib, rasmiy yetildirib chiqdi. Demak, hayvonot dunyosini haqiqiy ansizlikka solgan ish yuz berib boqqan. Ya'ni mushundaq insonlarning ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan hujayralardan birdamda kilon qo'ylarni paydo qilishi. Kech bo'lib ketibdi, o'moqlarim. Hamiz bugun boldir uxlamizlar. Atma shu vaqtda Dillolar indidor salonida ko'rishamdiq. Tatliq, shirin tush ko'ringlar, o'moqlarim. Xayr-xo'sh.